Toshkent tumani axborot kutubxona markazi Hamid Olimjonning Priz 16 yilligi munosabati bilan book trailer tayyorladi. Shodlik va baxt kuychisi, iste'dodli shoir, dramaturg, olim, davlat va jamoat arbobi Hamid Olimjon 1909-yil 12-dekabrda Jizzax shahrida dunyoga keldi. Narimonov nomidagi boshlang'ich maktabni tugatgach, Samarqand pedagogika bilim yurtida, akademiyasida o'qidi. Hamid Olimjon talabalik yillaridayoq she'rlar yozdi. Uning asarlari 1926-yildan Zarafshon gazetasida chiqa boshladi. 1927-yilda shoir mazkur ro'znoma muharririyatiga ishga o'tdi. Hamid Olimjonning Ko'klam nomli ilk she'riy to'plami bosilib chiqdi. Davr bilan birga odim tashlagan o'z ijodida xalqimizning mehnat qahramonligini tasvirlagan shoir 30-yillarda adabiyotimizda siyosiy lirikaning eng yaxshi namunalarini yoritdi. O'zbek xalq og'zaki ijodining ajoyib durdona asari Alpomish dostoni birinchi marta Hamid Olimjon tomonidan nashrga tayyorlanib, so'z boshi bilan chop etildi. U Alisher Navoiyning 500 yilligini o'tkazish yubileyi komitetining a'zosi sifatida ulug' shoir hayoti va ijodi yuzasidan ilmiy tadqiqot ishlarini olib bordi. Hamid Olimjon 1939-yildan to umrining oxiriga O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasiga rahbarlik qildi. Ikkinchi jahon urushining olovli yillarida uning Muqanna nomli she'riy dramasi yaratildiki, u hanuzgacha dramaturgiyamizning gultoji bo'lib kelayotir. Iste'dodli shoir Hamid Olimjonning ko'pchilik asarlari qardosh xalqlar va xorijiy xalqlar tillariga tarjima qilingan. Shoir 1944-yilda avtomobil halokatiga uchrab vafot etgan. Uning nomi adabiylashtirilgan.